Assalomu alaykum, Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimizda Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Bugungi kunimizda ashi baqsirlarni, boqilyap turgan qo'ylarning ma'lumotini olamiz. Sizlarga hurmatli obunachilar. Bittadan like bosib, bittadan kommentariy yozib, obuna bo'lishlaring eslangdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum Akmaljon. Alaykum assalom Ahmadjon. Jumsiz, yaxshimisiz aka? Bugungi qo'y boqisini hozir qo'ldan kelgancha chiqarib berasiz. Bu qozonga necha kilo bug'doy bilan necha kilo makka tashiysiz aka? 10 litrlik paqirda bir paqir bug'doy. Bir paqir bug'doy 10 litrlik paqirda. Bir paqir makka. Bir paqir emas, bir paqirdan ozroq kam. Makka, ha? Mana qaranglar, hurmatli obunachilar, makkalar ham zo'r ketdi, shishib ketibdi, hurmatli obunachilar, mana qaranglar. Zo'r qopdi. O'sha makka bilan bug'doy. Makka bilan bug'doy. 20 ta qo'yga. 20 ta qo'yga bir kunda yeydi, ha? Bir kunda ertalab kechqurun yeydi shu. Ertalab kechqurun 20 ta qo'ysiz, qo'chqor so'lig'imi qo'ysiz? Al ko'rgaymi? Hammasi qo'chqor. Ketdi, hozir bosib turman, hurmatli obunachilar, ashaga borib ko'rasizlar. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorlar mana hammasi yemini berib olibdilar. Men sal kechga olibman, hurmatli obunachilar, mana. Yemini berib bo'ldi, Ahmadboy. Yemini berib olishdi, mana qarang, qo'chqorlar zo'ridan tashabdilar, mana qaranglar. Sifatlar, semizligi, mana qaranglar, mana bug'doy. Mana makkan yish qaranglar, mana. Talashib yeyishyapti, mana qaranglar. Mana qaranglar, ona. Sekin junni olamizda bular nargilarga o'xshadi. Sekin keyin junini olasiz. Bularni tashaganingizga necha kun bo'ldi? Mana mashularni. Yangi kichkina partiya. Yangi partiyagami? Ha. Bularga 1 oy bo'lib qoldi. 1 oy bo'lgan yo'q, bir 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'libdi. Necha puldan oldingiz? Ha, bozordan? Ha, qo'yam sal qimmat. Mana menga qaratdim deb Ha. bozorda odam mensiga ko'p. Ha. Ashnaqalardan tashlanganda. Shunda qaradi. Og'riq qo'ydi kelganda. Ha, og'riq edi. Mensimi omidadan qo'ydi. Mana hozir mana itlari ham kirib qolibdi, mana qaranglar. Mashlar kichiklar edi. Kichkinaligida ketdi. 1 oy oldin olingan. Ha. Mana odam mensimi degan momondaqa po'stan jun ashnaqa qo'ylari. Po'sta jun, haligi g'arib bo'lib qolgan qo'ylarni olibsiz-da, ha? Buni shuni junini olasiz, yaltirib qoladi. Ha, yaltirib bo'lib qolar ekan. Mana makka mana bug'doyni ko'rlaring pishirib, yollib ketguncha pishirib bersa ekan mana. 3 soatda pishadi. Ha. Bularni necha puldan olgansiz? Narxini ayting. Mana shu obunachilar. Narximi? Ha. Narxi 2 million 500 dan 3 million 300 ga to'g'ri. 5 million 300 dan? Yo'q. 3 million 2 million 500 dan 2 million 500 dan 3 million 300 ga to'g'ri. 3 million 300 minggacha, ha, mana. Bor 3 million 300. Ha, bitta bor ekan mana. Qaysi birini olasiz? Mana monosini olgan. Ammo buni sifati ham zo'r ekan-da, buni etlari ham qarang. Mashalloh deydigan variantlari. Mana qaranglar. Mana. Ammo o'talmadim men, mana qaranglar, dumbalari ham hamma yo'g'i kelishgan ekan-da, 3 million 300 minglik qo'y mana. Zo'r ekan-da, ammo. 1 oy oldin. 1 oy oldin. Hozir narx ko'tarilib qoldi, hozir 3 million 300 mingga bundaqa qo'y ola olmaysiz umuman. Mana endi shakka chiqaryapti ekan, Akmaljon. Ha. 8 oylik qo'zi bu. 8 oylik qo'zi. Ha. 8 oylik qo'zi ekan, mana qaranglar, dumbalari ham hamma yo'g'i kelishgan-da, mana qaranglar, dumbalari ham zo'r-da mana. Qaranglar mana. Hop, bunga necha mahal qaraysiz, Akmaljon? Mo'matda arashani bor mana. Mana arashani ham bor ekan, mana qaranglar mana. Zo'r sifatli qo'ylar-da mana. Qaranglar, dumbalari ham hamma yo'g'i o'ziga yarashgan qo'zlar tashatdilar ekan. Bozordan tanlab sekin og'asiz-da, ha? Ha, o'sha odam mensimaydi qoldi. Mensimaydiganini mana qaranglar. Bular necha mahal yem yeydi, Akmaljon? Ertalab bomdoddan keyin shu qo'rg'onga kelamiz. Bomdoddan keyin birinchi hashak berasizmi, yem berasizmi? Yem. Birinchi yem berasiz. Keyin hashak nima berasiz? Hashak bug'doy bilan yeryan qapalak bilan mosh aralashtirgan 40. Yer yong'oq bilan moshni jodida 40 berasiz yo drabilka bor. Vulqon drabilkasi bor. Vulqon drabilkasi bor ekan. Qanaqa drabilka olasiz? Mana. Necha pullik drabilka olasiz o'sha paytda? Mana hurmatli obunachilar, drabilka o'zimizdan olgan ekanlar. 3 milliondan olingan o'sha. 3 millionlikdan olasiz, ha? Ho'l quruq chiqaraveradi. Mana, ashundan olishgan ekan, mosh bilan yeryan qapalakni aralashtirib berish ekan, ha? Mana qarab turibdi, mana bir haftalikda. Ha. Ikkita yeryan qapalak. Ikkita yeryan qapalak, ikkita mosh. Ikkita mosh. Chiqaramizda bitta somon shuni aralashtiramiz, bir hafta 7 kunga yetadi. Bir hafta 7 kunga yetadi. Somonni aralashtirib beramiz. Shunda aralashtirib berasiz. Somon ham aralashtirasiz-da, Somonni aralashtiramiz. maydalar. Xo'p, Akmaljon, bu
Siz muomalatini hammasini bilasiz. Obunachilarimizga aytasiz. Bu nech puldan yeydi? Kuniga, bir kuniga nech puldan yeydi bir kuniga? Hozir makkalar ham ko'tarilib qoldi. Makkalar ham hozir o'zimni yemxonamizda ham, Vulqon yemxonasida ham 4800 o'lyapti. Ash katta Makkadan. Keligi? Bir kalasi, yarim bir kunda qo'y 5000 yuradi. 5000 yeydi sizlarga. Bir kunda hashak hamma yo'g'i bo'lib 5000 yeydi. 5000, 6000 yeykan mana mash qo'ylar. Siz haligi Diyorbek o'rtog'imni ham yoniga boraman. Siz o'lik-po'lik bermaysiz-a? Yo'q, yo'q. O'lik bermaysiz. O'lik. Haligi chang u. Chang soliqqa berishadi, ko'proq ama soliqqa berishadi. Hurmatli obunachilar mana. 1 yil baqamiz, rahmat. 1 yil bu hozir qurbonliqgacha baqasizmi yo 1 yil baqasizmi buni? Dalshi baqiladi. Qurbonliqdan keyin ham dalshi baqil ekan, hurmatli obunachilar. Yo haligi siz haligi qo'y purishlik ham qilasiz, qo'zi so'rasiz, ko'proq qo'zidan chiqib qolasiz. Akmaljon Uskanalmi? Akmalxon bloger. Akmalxon blogerda ashi kanallar bor, Instagramlar. Instagram ash qo'zi ko'proq chiqarasiz, to'g'rimi? Ha, YouTube kanalim ham bor. Hozir bular baqilgan haligi qo'zilaringizdan olib kelib sotib alik beraverasizmi? Qo'zilaringizdan o'shalardan ham aytib oling. Qo'zi bor. Qo'zi, Arashan qo'zi izlab. Qo'zi, Arashan. Edilbay izlab yurgan, Hisori, Kashdan izlab yurganlar menda bo'ladi. Bo'ladi, pastiyanni. Pastiyanlik bo'ladi. Pastiyanni bo'ladi. 24 soat telefon qilish. 24 soat telefon qilaverasizlar mana. Telefon mana o'zimning kanalim bor, Akmalxon bloger. Ha. Mana ko'ryapsizmi telefonda? Qarab turing. Mana qaranglar, hurmatli obunachilar. Ha, bu mislar akalar mana ololmay qolyapmiz. Telefon ulgurmay qolasiz-da. Endi yetkazib bo'lmayapti. yetkazib bo'lmayapti ham-da. Mana bugungi kunimizda hurmatli obunachilar, Qo'yni tozalaridan. mana sizlarga bugungi kunimizda mana qisqacha video bo'ldi. Mana sizlarga ma'mulan kelsangiz o'zingiz chiqarasiz. bir haftada kelib turaman. Har juma kelaman Akmaljon, hammasini mana hozir obunachilarimiz ko'rishdi. Mana shu kichkina qo'ylar mana hozir. Bir haftadan keyin qanday bo'lar ekan? Qanday o'zgarar ekan, ha? Bularga hozir alben, palben ko'rdorlar berasizmi, bermaysizmi hozir? Apkilam dorilarni? Dorilarni olib kelsa bo'lmasa pazvonni bosib turamiz. Mana hurmatli obunachilar, dorilarni ham hali qilib turdi. Mana kepak ham solib qo'ydilar, bir kasa yeb turadi mana. Beyda nima dorisi bor mana? Endi mana men qarab turing. Ha. Bu dorini obunachilarimiz tanisa kerak mana. Tanisa, mana. O'zimiz ham chiqaramiz bu dori. Haligi jag'a narsa toshib ketadi. Jag'a, haligi yungi to'kilib ketadi, o'shalarga emasmi? O'shalarga mana. Mana o'sha. O'shalarga. Otilma ekan. Oxiy spray degan dori. Obro super ekan mana. Oxiy spray. Mana mol qo'ylarga bo'laveradi-da, ha. Mana. Idishda ko'p shikiliga. Idishda bayda sirop. Sirop ekan, qarang. Gastrit. Bo'kib qolsa, 3 martadan ichiriladi, ertalab, abitda, kech tomon. Shpritsda 5 gramm-da. 10 grammligidan bitta berib qo'yasiz. Ha. Bir kunga. Ha. Ertalab bo'ladi. Buni qanaqa dori? Bitkanasiga-mi? Ivermek. Imerkitkinmi? Yo'q. Boshqasimi? Ivermek. Imerkit. Bu nimaga qarshi? Kitmas, ivermek. Ha, imermik. Nimaga ishlaydi bu? Bu hozir buni esdan chiqib qolgan, akam biladi buni. Ha, akasi. Bit, kana. Ana, ichida portlariga, ha. Mana alben. Alben, mana. Mana Alben. alben. Mol, qo'y, eshak ketaveradi. Ha. Hop, bu nimaga ishlaydi asosan? Bu asosan shu haligingata ishtahasiga. Ishtahasiga, bitiga, haligi, hali port hammasiga 100 ta qo'yga shu yetadi. 100 ta qo'yga yetadi. Buni titratsa kerak. Titrasi. Nimaga ishlaydi bu? Ko'ziga bu. Ko'ziga, haligi og'rib qolsa, yashlanib qolsa, o'shanga. Mana buni bor, bitta buni ochsa sasib ketadi. Ha, haligi chaqapaqalar qo'ylar. O'shandaqa yiringlab ketganlarga ishlaydi. Unda nomi nima o'tiradi? Mana. Oxstrelitsinmi? Bu haligi nitoksda bitta turi. Nima o'sha? Bu yo'taliga, ha? Yo'taliga. Buni Felix vodorod. Felix vodorod, hali yiringlar chiqaradi. Yiringlarni pijillab beradi. Chiqarib beradi. Mana oxstretin. Nima o'shlaydi? Haligi turi mana buni aytib o'tib ketdim. Ha. Shu. Titratsa keling, ha. Ha, dori hamma narsa bor ekan-da o'zi, ha, sizda. Suvga. Ha, suvga. Mazasi qochib qoladi. Ha, bo'ldi. Sizda o'zi hamma yo'q bor ekan-da, purchetga o'zi hamma yo'q bor ekan-da. Universal nima bo'lib qolsa, suzatish hamma yo'qi bor ekan-da. Mana buni
Niye? Ulaymiz. Ulaşsa ukar qilasiz. Yukarıda. O'z ukar qilasizmi yo boshqa odamlar qiladimi? O'zim. O'z bilasiz, Ha. o'z bilar ekan. Mana hurmatli obunachilar, bugungi kunimizda mana shunaqa qisqacha bu video bo'ldi, hurmatli obunachilar. Like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat Ahmadjon deb yozib ketinglar. Obuna bo'lishlaring eslaringdan chiqmasin. Akmaljon yana hafta yana kelamiz obunachilarimizga. Tavsiya. Yana kelamiz. Oilalaringga, topganlaringga, hammalaringga baraka bersin, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shunaqa qisqacha video bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.